Bugun sizlar bilan natural ko'rsatkichli daraja va uning xossalari mavzusida dars olib boramiz. Assalomu alaykum, men Orziyev Ismoil. Bugun sizlarga tushuntiradigan mavzuyimda 4 ta xossani yaxshilab o'rgansangiz, bu mavzu sizning xotirangizdan hech qachon chiqib ketmaydi. Demak, daraja o'zi nima? Daraja bu sonning o'ziga o'zini bir necha marotaba ko'paytirishdir. Masalan, ikkini uchinchisi. Ikkini o'ziga o'zini 3 marta ko'paytirishimiz. Ya'ni 2 ko'paygan 2, 4, 4 kere 2 8 ga teng. Yoki 3 ni 4-inchisi. 4 marta 3 ni o'ziga o'zini ko'paytirishimiz. Ya'ni 3 kere 3 9, 3 kere 3 9, 9 kere 9 81. Bu darajaning asoslari bir xil bo'lib ko'paysa, darajalar qo'shiladi degan xossasi bor. Demak, asosiy 4 ta xossasi bor. Shu 4 ta xossasidan birinchisi. Asoslar bir xil bo'lib ko'paysa, darajalar qo'shiladi. Masalan, 2 ni 4-inchisi ko'paygan 2 ni 6-inchisi. Bu bo'ladi 2 ni 4 plus 6-inchisi bu 2 ni 10-inchisi. Ya'ni 1024 ko'rinishda olsak bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, 5 ni 3-inchisi ko'paygan 25 bo'lsa, ya'ni 25 ni 5 darajasiga keltirib olamiz. 5 ni 3-inchisi ko'paygan 25 bu 5 ni 2-inchisi bo'ladi. Va bu 5 ni 5-inchisiga o'zgaradi. Demak, keyingi xossamiz. Ikkinchi xossa. Asoslar bir xil bo'lib bo'linsa, darajalar ayriladi. Ya'ni 3 ni 7-inchisi bo'lingan 3 ni 4-inchisi. 3 ni 7 minus 4-inchisi bo'ladi, bu 3 ni 3-inchisi bo'ladi. Va 27 ga teng. Endi 6 ni 12-inchisi bo'lingan 216 bo'lsin mana. 216. 6 ni 12-inchisi bo'lingan, bu esa 6 ni 216, 6 ni 3-inchisi bo'ladi. 6 ni 9-inchisi qoladi. Ya'ni 12 dan ayiramiz 3 ni. 9 bo'lib qoladi. Uchinchi xossamiz. Quyidagi ko'rinishda bo'lsa, darajalar. Demak, darajamiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bunda darajalar ko'payadi. Darajaning darajasi ham ko'paygan. Masalan, 4 ni 3-inchisi mana bu yerda 5 turibdi desak. 4 ni 15-darajasi bo'ladi. Endi 4-chi xossamiz. Kasr ko'rinishidagi sonlar kelsa. Masalan, A taqsim B ko'rinishidagi 4-chi xossa. Shuni n-inchisi bo'lsin. Bu n-inchi daraja har biriga tegishli ekan, suratiga ham mahrajga ham. Ya'ni A ni n-inchisi, B ni n-inchisi degan. Demak, 2 taqsim 3 ni kvadrati bo'lsa, 2 ni kvadrati 3 ni kvadrati degan. 4 taqsim 9 degan javobni olamiz. Demak, daraja va uning xossalari mavzusida mana shu 4 ta xossani bilsangiz, xohlagan daraja misollarini ishlasangiz bo'ladi. Agar darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi dars qaysi mavzuda bo'lishini izohlarda yozib keting.